boshlanishida ushbu akamizlar ham ikkita qolip bilan boshlaganlar va undan keyin mana ko'rib o'tadigan bo'lsalaring boshqalarini qo'shganlar. Mana shu yerda ham ko'rib o'tadigan bo'lsangiz katta liniya bor. Aylanmada sizda pul ko'proq aylanadi. Sababi tez jarayon ko'payadi. Bu yerda ikki xil variantda bor. Ikkita qolip, mana bunday mishalkasi, quyish jarayoni va ikkita mana bunday qolipi, suv bachoga va shablon bochkasi. Mana shular $2000 emas, oldinlari 2000 bo'ladi. Hozir $1,500 ga akalar dastavkasi bilan xudo xolasa. Bizning kanaldan desiz, inshaalloh chiroyli qilib berishadi. Va undan tashqari agar yo'q, men seryozni bu yoqqa dalchi davom etaman. O'zbeklarda puli ko'paysa, bu biznesni qilishadi va uy qurishadi degan akalarimiz bo'lsa, mana shu variantda siz mana shunday liniyani qildirishingiz mumkin. Vodiy bo'yicha ustonovka dastavkasi besplatni. Uni ichiga nimalar kiradi? 10 ta qolib, mana shu shablon bochka, suv va undan tashqari mishalkalar hammasi ichida bo'ladi. $5800 ga akalar mana shunday tayyor holatda bo'ladi. Undan u yog'iga esa qolipni ko'paytirishingiz va boshqa ma'lumotlar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, narxi bitta blokdan kamida 4000-5000 so'm qoladi. Ishchi haqqi hamma yoqdan tashqari. Agar shunaqa biznes sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham chiqib berishaveradi. Aloqaga chiqarsa pastda raqamlari bo'ladi. Ishonchli joydan, Namanganda, Qo'g'aydan, Shukurlar ukamizlardan bemalol mana ustonovka qildirishingiz mumkin bo'ladi.